Hammaga assalomu alaykum. Bugun birgalikda Ulsanga sayohat qilamiz. Куда мы едем? Эта девочка вообще-то не поленилась, прям с Сеула приехала, чтобы с нами поехать. Va nihoyat soat 8:30da Ulsan shahridan yo'lga chiqdik. Yo'l bo'yi o'ynab, hazillashib, gaplashib ketdik va Ulsan shahriga yetib borganimizdan so'ng bizga ketimiz aytdi. Bugungi bo'ladigan sayohat ingliz tilida tushuntirdi va sizlar bilasizlar, men ingliz tilida gaplashmaganligim sababli nima haqida bo'layotganligiga даже e'tibor ham bermayman. Lekin juda ham qiziqarli emotsiyalar bilan tushuntirayotganliklari uchun nimadir kutayotganligini bildim. People they are screaming. Омян. Ощущения ваши? Боитесь? А ты? Bizning birinchi lokatsiyamiz bu g'orning ichidagi sayohat bo'ldi. Lekin to'g'risini aytsam, ichida nima kutayotganligini o'zim hali bilmagan edim. Juda ham qiziqarli bo'lishi aniq edi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda biz jiletkalarni kiyib hammamiz tayyor bo'lib turgan edik. Вань, ustiga sachirayotgan, знаешь? Это что-то с чем-то. Застегните мне, пожалуйста. Bu sayohatga va nihoyat ukamni olib keldim. Bu to'g'risini aytsam, Koreyadagi birinchi birgalikdagi qilayotgan sayohatimiz bo'ladi. Va dugonam men o'quvchim bilan birgalikda juda ham qiziqarli sayohatni kutib qoldik. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, qandaydir kemaga o'tkazishni boshlashdi, lekin juda ham qiziqqa o'xshadi. Что-то на интересно будет. Нам нужно было вот так сфоткаться. Har bittamizdan emotsiyamizni va nimalarni kutayotganligimiz, nimalardan qo'rqayotganligimizni so'radim. To'g'risini aytsam, keladiganimda ham ko'ngil aynishi va ozgina qo'rquv bo'lgan edi, lekin qarabsizki, maza qilib uchdik. Assalomu alaykum. У нас сегодня такой мини-трип, я не знаю, куда мы заходим, но это он. Ну, тебе смотаем. Спасибо. Что будет хлеб? Shu kemaga o'tirishimiz bilan va nihoyat boshlandi sayohatimiz. G'orra ichida to'g'risini aytsam juda ham sovuq ekan, salqingina. Yana men kemani oxirgi tarafiga o'tiribman. O'yladimki, shu rosa suvga beransam kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Normal bo'ldi. Kirganligimizdan keyin ko'rishinglar mumkin, akaziyatda bu g'orning ichida qandaydir kristallar ham kavlanar ekan. Shuning uchun shu g'orga olib kelishibdi. Bu yerda umuman otanish odamlar bilan so'rashib ketyapman. Ikki aksiyada bu yerda o'sha qorong'u pesharaga kirib, baqir-chaqir lekin to'g'risini aytsam, g'orning ichiga kirganimda ham nimaga kelganimizni va nimani ko'rishimiz kerakligini to'g'risi tushunmadim. Prosta bizani aylantirishyapti deyotgandim. Lekin ko'rishinglar mumkin, ichi juda ham chiroyli bezatilgan va turistik zona qilib qo'yilgan. Agar sayohatga kelmoqchi bo'lsanglar, Ulsandagi shu g'orning lokatsiyasini tashlab ketaman. Ancha-muncha boshimizni aylantirishdi va oxir-oqibat shu g'orning ichidagi kristallarni joylarini ham ko'rsatishdi. To'g'risi, bunaqa kemachani ham birinchi marta minib ko'rishim. Yaxtaga chiqqan edim, lekin g'or ichidagi bunaqa kemaga chiqib ko'rgan o'qitim yo'q edi. Juda ham go'zal. Aytmoqchi bo'lganim, chetdan kelgan sayyohlar uchun bu narsa juda ham qiziq deb o'ylayman. Va ko'rishinglar mumkin, mana bu yerda fioletovoy rangdagi qandaydir kristallar bor ekan. Shunaqa chiroyli ekan. Birinchi marta bularni ham ko'rdim ko'zim bilan. Haqiqiy toshlar ekan. Это они говорили, что есть какие-то эти... Shu bilan g'ordagi sayohatimiz tamom deb o'ylaganim, lekin tushlarni xom sanagan ekanman. Ko'chaga chiqib fotosessiya qilib turgan vaqtimiz g'orni ikkinchi tarafiga olib kirishdi. Bu yerda devorlarda juda ham chiroyli qilib chizib qo'yilgan ekan. Almazlarni kavlab chiqaradigan joyni, как sayohatchilar kelib bemalol aylanib ko'rishi uchun ham yo'lakchalar qilib qo'yishgan ekan. Suvli joydan ajratilgan holatda bu yog'i bo'li bemalol rasmga tushish uchun ham, tomosha qilish uchun ham zo'r joy ekan. Lokatsiyasi Instagramda bor. Yo'q, fotoda emas. Qacha, sajin chiqcha.
Kristallar g'origa kelib, dinozavrlarni ham ko'raman deb umuman o'ylamagan edim. Buni qaranglar, shunaqa естественный ko'rsatilgan, ovozlari ham chiqib, realno g'or ichidagi atmosferani his ko'rish prям bu narsa xuddi haqiqatdan dinozavrlar ovozini eshitayotgandek bo'ldik. Ham salqin havo, ham bo'sh yilida tog' ichida chak-chak qilib suv oqib turar ekan. Ko'rishingiz mumkin, dinozavrning tuxumining ichiga ham kirdim. Kirmagan joyim qolmadi, ko'rmagan joyim, ko'rmagan dinozavrim, tegib ko'rmagan narsam qolmadi va mana shu g'ordagi eng qo'rqinchli dinozavr shu ekan. Qimillab ham turar ekan. Haqiqatdan maketini juda ham haqiqiyga o'xshatib qilingan ekan. Realna ozgina bo'lsa ham hayiqib turdi, nimaga ovozi baland, yana g'or atmosferasi buni ham yana ham живописный qilib turgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, sal qo'rqdim. G'or ichidagi shu mini sharsharani ko'rib, xuddi o'zimni sanatoriyaga ketgandek tasavvur qildim, to'g'risi. E'tibor bermaysizlar g'or o'ziga, lekin judayam odam dam oladigan joy ekan. Hamma konsert shu yerdan boshlandi. Oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar nimaga sal qoldi yig'lab yuborishimga. We were just two lovers. 习惯了下课，你我唱这歌 ，burning through the summer。沿途的景色不会再记错，别忘了每一刻。Sen läser birleştirirsen ben de. 停在这一秒 ，It's just you and me，我们两个人。一生都在等待，等待你的醒来，不再摇摆，疑惑不来，却依旧期待。Now I'm not alone，一生中。Ben gato olmaya basıyorum. 有。什么不？我家没事，今天买一个，咱们是不是买的？我家里也做的，我家里这么快，是不是？我也好像是现在才来的。那天我是比较高兴的，是吧？别人拿着手出来的。Ko'rishingiz mumkin, bu yerda esa bizani eng kichkintoy bilan birgalikda sizlarni tanishtiraman. Bu esa Narminaning onalari. Bizani go'zal qizlarimizni maqtayapman. Qoshlarini, ko'zlarini biram chiroyli.
bahordan keyin mana bunaqa dengizni ko'rish juda ham ajoyib bo'lar ekan. Ulsanda menga tabiati ham, dengizi ham juda ham yoqdi. Yana borgim keldi. To'g'risi tur zonalari juda ham ko'p ekan. Ulgurganimizcha bir nechta joylarni ko'rdik. Мы сейчас идем туда покушать. В плане, что морепродукт. Нет, не сальбуксу, кажется. Это кукси, кажется. Без мяса. Dengizi bo'yidagi bir koreyskiy oshxonaga keldik. Biz esa mulning men aytgan edik, ya'ni juda ham холодный lag'mon deganimi. Bilmayman o'zbek tilida bu narsani переводini bilmayman, lekin bilishingiz mumkin, bu как бы finchozaga o'xshab ketadigan ingichka lag'monni shunaqa muzdek qilib berishadigani. Sovuq havoda muzdekkina lag'monni yeb, ko'chaga fotosessiya uchun chiqdik. TikTok uchun bir nechta videolar oldik, Instagram uchun storieslar oldik va maza qilib bubble tea ichib ko'rdik. Va bu yerdagi yaxtani eng qiziqarli tarafi Ulsanni kitlar ko'radigan joyi bor ekan. Ya'ni siz bu yaxtaga mingan holatda sizni dengizning o'rtarog'iga borib kitlarni ko'rsatishar ekan. Faqat bunga biz mina olmadik, nimagaki planimizda bu bo'lmagan edi. Lekin sizlarga ko'rsatib ketdim. Hali vaqt bor ekan, agar mabodo Ulsanga kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, 3-oydan to dekabr oyigacha, ya'ni 12-oygacha vaqtingiz bor ekan. Har hafta shanba va yakshanba kunlari kitlarni ko'rishga borsanglar bo'lar ekan. Kit ko'rgani borgim keldi. Ha, aytgancha kitlar deganda Ulsanda kitlar muzeyi bor ekan. Ya'ni Koreya bo'yicha eng birinchi bo'lib kitlarni shu taraflardan topishgan ekan. Ya'ni tog'larning ichidan yoki dengizdan tirigini tog'larning ichida ostankalari ham bo'lgan ekan. Shuning uchun shu yerni imенно kitlarni muzeyi qilib yaratib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oldingi arxeologlarning topilmalarini, rasmlarini ko'rsatib qo'yishgan. To'g'risi ozgina zerikarli bo'ldi birinchi etajda, lekin ikkinchi etajga chiqishimiz bilan juda ham qiziqarli pechatlarni bosib qandaydir o'yinlar o'ynash kerak edi. Конечно же, bu narsani qilib ko'rmasdan keta olmasdim. Давайте попробуем ошибочки ужас очень тёты. Вау. О! Подожди. С волосами ты почти 190 туда. Без волосов где-то 180. 85 где-то, 185 где-то. Но мне кажется, что это разница особо, нет? У тебя примерно 170 чуть-чуть. Моё. Снимешь моё? Oilada eng katta farzand bo'lsam ham bo'yim hammadan kichkina. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 160 ekanman. Eng qiziqarli joyi shu yerda kitlarni chizib, ekranga onlayn chiqarsa bo'lar ekan. Конечно же, buni ham qilib ko'rgim keldi. Few moments later. 바다로 보내자. 바다로 보내는 완료. 어? 내 거 어디? 어, 여기 있어. 네, 여러분 반갑습니다. 사비나 20살입니다. 보시죠. 얼마지? Ana qiz baxtli. Brelok olganiga baxtli. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other.
Pink and orange sky, feeling super traditional, done the clever. Whisker from my mother. Like where you at tonight, got no all about it, I was all alone. With a love all my life, she's got glitter for skin. Keyingi lokatsiyamiz esa akvarium. Bu judayam o'zgacha akvarium ekan. Nimagaligini hozir ko'rib olasizlar. Oh my god, rozdammı? Серьезно? Ема? Давай, идем посмотрим. Вау! Вау, 대박! 와, 대박! Oh my god! 那时的你我 Sitting in the car, listening to blind， 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？听着这一刻 ，It's you and me， 我们两个在一生中合着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆。 Ukam bilan qisqacha suhbatimizni o'qib ko'ringlar. Nimagaki delfinlarni tepasiga chiqqanimizda akvariumda tepaligida juda ham qanaqadir holat hidlar keldi. Shuning uchun hazil-huzul qilib ukam bilan gaplashib, nimaga bu yer unaqa hidlanib delfinlar cho'milmaydimi degan gaplar ham bo'ldi. Keyingi lokatsiyamiz esa именно shu akvarium orqasida kitlarni tutishgan yoki o'sha dengizga chiqarilgan katta kema bor ekan. Shuni ichiga kirib ko'rdik. To'g'risi buni ham nimaga ko'rayotganligimizni boshida tushunmadim. Endi hammamiz borayotganimiz uchun qiziqdim. Kemani eng tepasiga chiqib ko'rdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pastlarga ham kitlarning rasmi chizilgan. Kemani o'zi anchadan beri bu yerda turganligi uchun ancha eskirgan, lekin juda ham qiziqarli, hayratlanarli joy ekan. 신기하다, 진짜 와. Yachki zabur. Lekin prirodasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar qanaqa chiroyli, ko'zinglar yayraydi bor-ku. Shunaqa turistlar ko'p kelgan ekan bizdan tashqari. Shuning uchun amallab chiqib olib, amallab tushdik. Bu yerda ukam bilmayman qanaqadir tankachani ichida nimadirlarni chuqurlayotgan ekan. Ichida o'qlari ham hamma narsasi turgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. 와, 대박. 인트레스 아니라 뭐지? 와봐야 돼, 진짜. Keyingi lokatsiyamiz esa qandaydir ko'ray munfamal bo'ldi. Ya'ni koreyskiy eski qishloqchasiga bordik. Bu yerni ham tur zona qilib qo'yishgan ekan. Eng asosiysi koreyslarni 90-yillarda yashagan mahallasini ko'rsanglar bo'ladi. O'sha davrdagi traditsion uylari hali ham saqlanib qolingan. O'sha davrdagi xonalari bor, qandaydir magazinchalari, diskoteka xonalari ham bor ekan, jurnal sotadigan joylari, eski kafe-shoplari ham bor ekan. Juda ham qiziqarli. Ayniqsa bunaqa koreyslarning dramalariga qiziqadigan insonlar uchun juda ham zo'r joy ekan deb o'ylayman. Ko'rishingiz mumkin, odam juda ham ko'p. Chunki dam olish kuni va bu yerga oilaviy sayohatga keladigan insonlar ham ko'p ekan. Narsalari ham juda ham o'ray turgan ekan o'zi ham. Eski jurnallar, gazetalarni ko'rdik va bu yerda qandaydir ajumalar bilan birgalikda rasmga tushdik. Makiyajlari, kiyinish stayllari xuddi 20-asrdagi ajumalarga o'xshaydi. Juda ham chiroyli va qiziqarli to'g'risi. G'alati ko'rinishi mumkin, lekin koreyslarni oldingi zamonaviy kiyimlari bilan bir xil ekan. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. Telefonimiz zaryadkasi kam qolganligi sababli eng oxirgi lokatsiyani rasmga olgan joyim faqat shu yer bo'ldi. Olib ketirmaysizlar, lekin videolarimizning oxirida har bitta borgan lokatsiyamizdan rasmlarni fotoalbom qilib qo'yib ketaman. Juda ham qiziqarli sayohat bo'ldi. Hammaga tavsiya qilaman, universitet tomonidan yoki qandaydir mahalliy
qandaydir sentrlardan sizlarni sayohatlarga объявлять qilayotganda qo'shilishinglarni. Hozir mizerniy summa turadi, lekin juda ham esdan chiqarilmaydigan sayohat bo'ladi va vaqtinglarni ham foydali narsaga sarflasanglar bo'ladi. Meni nazarimda bunaqa gruppovoy поездкаlar har doim sizlarni optinglarda, chet elda yashab ko'rayotganinglarda bo'lishi kerak deb hisoblayman. Shular bilan bizani Ursandagi sayohatimiz yakuniga yetdi. Hammaga prosmotr uchun rahmat. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun.